Alloh Furqon surasining 77-oyatida hammamizga marhamat qilib, hammamizga uqtirib, qul ma ya'ba'u bikum robbi laula duaukum. Ey Muhammad alayhissalom, ularni hammalariga ayting, duoyu iltijoyingiz bo'lmasa, yaratgan egam sizlarga aslo parvo qilmas edi. Ma ya'ba'u bikum robbi. Agar duo, iltijo, tazarrularingiz bo'lmaganda edi, yaratgan egam sizlarga aslo parvo qilmasdi. Sizlarni o'z holingizga tashlab qo'yardi. Banda agar nafaqat butun hayoti, Xudoy taolo bir lahzasini o'ziga tashlab qo'ysa, banda halok bo'ladi. Nafaqat butun hayot, men o'zim yarataman, men o'zim qilaman, o'zimni yo'limni o'zim hallayman, o'zimni hayotimni o'zim tuzaman. Ya tuzataman degan odam, yarataman degan odam buzadi, tuzataman degan odam buziladi o'zi. La havla va la quvvata illa billah. Oddiy bandani so'zi emas, payg'ambar aytayaptilar. La havla va la quvvata illa billah. Men hech narsaga qodir emasman deyaptilar.